Liboy turidan qilib beramiz. Oshga maza qilib oshiyman degan, mehmondorchilikka uyaltirib qo'ymaydigan nozik 200 kilolik mehmonlarim bor deganlarga ham javob. Yomg'irli ob-havoda sizlarni narxlarni zo'rlari bilan tanishtiramiz. Hozir biz Donmakon Optim joyiga kelganmiz. Xullas, Hojiakbar do'stimiz shu joyda asoschilardan bittasi, xudo xolasa. Qisqacha narxlarni qisqa obzor qilamiz sizlarga. Do'stim, boshlang xudo xolasa. Akalar, narxlar o'ta cho'kib ketdi. Kelarasizlar. Do'stim, 7000 so'mga oshbob alangani zo'ri nima deyapti? Viziros chempioni 9000 so'mdan. Tez kunda bundan ham zo'r aksiyalar qilamiz. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xorazm lazer eskisi 15000 so'm. Bir qop olganlarga 12000 dan qilib beramiz. Tonna olganlarga bundan ham kami bor. Mesni lazerni zo'ri, eng sifatli udarini kilosi 13000 1 kiloga, qop olganlarga 10000 so'm qilib beriladi. Bizda choyxonabob devziralardan ham turi mavjud. Xo'p, devzirani 18000 dan boshlab 70000 gacha turi mavjud. Liboy turidan qilib beramiz. Oshga maza qilib oshiyman degan, mehmondorchilikka uyaltirib qo'ymaydigan nozik 200 kilolik mehmonlarim bor deganlarga ham javob. Hammalarini Donmakonda kutib qolamiz. Donlarimizni qolganlar bilan tanishtiramiz. Akaxon, mana donlarimizni tovuqlarga tuxum uchun maxsus aralashma donlarimiz 4,5 so'm kiloga. Qop olganlarga 120 mingdan 30 kilosi 4000 so'mdan to'g'ri keladi. Rossiya makronlarimiz bor. Qop oluvchilarga Rossiya makron, qop oluvchilarga 9000, kiloga 10000 so'm qilib berilyapti. Sifati o'ta zo'r. Grechkalar 10000 so'm, bozorlarda 10000 so'm sotilar, kiloga 8000 qilib berilyapti. Kelarasizlar behijolat narxlarga. Chechevitsalar, peshino, boshqa joylardan topish qiyin bo'lgan barcha turdagi don mahsulotlarimiz mavjud. Bizda nafaqat don, balkim yog', un, meva-chevalarimizni ham hamma turi mavjud. Hammalaringizni savdo markazimizda kutib qolamiz. Biz barcha do'konlarni hamkorlikka chorlab qolamiz. Choyxonalar, oshxonalar, yemxonalar, mol boquvchilar, firmalar, fermalar liboyisini hamkorlikka chorlaymiz. Devzira guruchlarni, oshbob guruchlarni hamma turi mavjud. Do'konlarga ham birinchi qo'ldan olishni tavsiya qilamiz. Eng arzon narxlarda. Sifatiga udarlarini, narxlarini to'lovlar siz xohlagan turda, naqd pul, nasiya hamma yo'qqa kelishsa bo'ladi. Kelishaveramiz. Xo'p, chorva mollari uchun kunjarani zo'rlari 4,5 mingdan boshlanadi. 4,5 ming so'mdan paraxa kunjaralar, drabilka kunjaralarimiz 5,5 ming so'mdan, 6 ming so'mda Samarqand kunjarani eng zo'rlari. Ko'proq oluvchilarga ularni ham albatta kelishtiramiz. Kepaklari, muchkalar, sholini o'rtasida shirin kepak dedi ko'pchilik. Bir qobi 50 ming so'm qilib berilyapti. Sifati udaridan hammalaringni Donmakonda kutib qolamiz. Telegram, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Donmakon o'z xudo xolasa klientlarni o'ylagan holatda sifat foydadan ustun. Xudo xolasa kelaverasizlar. Narxlarni ham o'tda ham yer bilan bitta qilish orasida optim kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilib, xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilga keladigan bo'lsa, Rishton tumani, Xo'jay qishlog'i, Neft gazi to'g'risida. Kelaverasizlar. Piyozlarimizni narxini ham tushirib yubordik. Tozalangan Samarqand piyozni eng zo'rini 1800 so'm qilib berilyapti qopga. Kartoshkalarimiz kelavering mana. Qozog'iston kartoshkani sifati eng udari, ichidan chirik chiqmaydi, saqlasa turaveradigan sariq mang'is kartoshkamiz 5000 so'm. Sabzi hozirgi kunda oshib ketganligiga qaramasdan hali ham 2000 so'm qo'yyapmiz optim narxi, kiloga 2,5 so'm. Tuxumlar, o'sha aytgan bedana tuxumgacha topasizlar aka. Turi bor donni, narsani, mahsulotlarning eng turlari bor. Yana bir bor aytaman, Donmakonda kutib qolamiz.